Bir vaqtlar mevasidan mag'zi shirin desa tushunmasdim, lekin nevaralar tug'ilgandan keyin haqiqiy ko'zmunchoqlar ekanini bilarkansiz. Ishdan kelsam nevaralarim o'zini bag'rimga otishadi, bog'chadan kelib mahkam quchoqlashadi. Bir kuni safardan kelsam nevaram tomog'i og'rib qattiq istimalab qoldi. Nevaramni olib kasalxonaga yugurdim. Voy bo'y, bu kasalxonadagi navbatni ko'rib shaharda hamma bola kasalmi deb o'ylaysiz. 1,5 soat deganda kechasi 23:45 zo'rg'a navbatimiz keldi. Shu joyda shifokorni ko'rib ham unga rahmim keldi. Bechora shifokorda gapirishga holi yo'q, lekin kasal bolalarni kelishi keti uzilmayapti. Navbatsiz kiradigan bolalarning soni qancha shifokorga. Muolajalarni yozib berdi, dorixonadan dorilarni olib lisheniyani boshladik, lekin 5 kun o'tib ham nevaramda yaxshi tarafga o'zgarish deyarli bo'lmadi. Undan keyin shaxsiy klinikalarni qidirdik va u joyda boshqa vrachga uchrashdik. Yana yangi, umuman boshqa dorilar ro'yxati. Yana muolajani davom ettirdik. Lekin vaholanki oradan 10 kun o'tsa ham nevaramda yaxshi tarafga o'zgarish deyarli bo'lmadi. Har kuni isitma, har kuni yo'tal, boladagi og'izdagi stomatitlarning soni xilma-xil bo'lib ketdi. Va shu joyda kelinim xavotirga tushdi va chuqurroq tekshiruvdan o'tishimiz kerak dedi. Men qat'iy qarshilik qildim. O'zingiz o'ylang, 5 kun antibiotik qabul qilgan insonning ichaklari 6 oygacha o'ziga kelmaydi, ya'ni sog'lom ichak biomiga o'tmaydi. Lekin biz kichkinagina go'dakka, hali 3 ga to'lmagan bolaga 10 kundan ortiq antibiotiklar beryapmiz. Va shu joyda Springgelni bera boshladim. Har yarim soatda ozgina Springel berdim. Allohga shukrki, Allohning mo'jizasini qarang. Shu kuni nevaram isitma qilmadi. Bu kunsiga Cordigold latte ichimliklarni berdim va 1,5 kun deganda bolada juda katta o'zgarish bo'ldi. Allohning mo'jizasini qarangki, 10 yildan beri shu mahsulotlar meni dasturxonimda va shu mahsulotlar meni hayotimga, nafaqat meni hayotimga, bolalarimni, umuman oilamni, qarindosh urug'larim hayotiga huzur, halovat, qanaqadir taskinlik beryapti. Oddiygina, bittagina Springel, latte, Cordigold bu tengi yo'q mahsulotlar. Hammaga tavsiya qilgan bo'lardim hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrimizda.